Assalamu alaikum qarindoshlar, yaxshimisizlar? Yaxshi turdinglarmi? Erkiy qirg'inchilik uchirgan millat zimin da'vosi. Durus ovoz chiqarishimiz kerak. Uyg'urning masalasi zimin masalasi. Da'vo xato anlatilganmi yoki xoinlik bilan anlatilganmi? Uni o'zimiz savol qo'yib javob topib baqsaq bo'ladi. Hozirga qadar bizning nima uchun da'vo qilganimizni hech kim bilmasa, tayoq deb baqirsak, Xitoy meni bunday qildi deb baqirsak, onamni izlayman desak, yana bir-birimizni qahramon deb degan o shaltoqlar eqib ketayotgan. Oyliq biz o'qiyotgan vaqtlarimizda voy yomg'ir qarmay, qorga qarmay, shamol qarmay deb turib ta'sirat maqollarini yozatdik. Ameliyatda qor yağamdı, yağmur yağamdı, qo'sqingiz uchun talaga chiqsiz. Aş qo'saq chiqqan jarayonida bir qitim zuvan chiqarib, vatan uchun, millatim uchun, qarindoshlarim uchun demasak qanday bo'ladi? Qanday bo'ladi? Aş vatanda qirilib ketayotganlarning ichida urug' tuqqanlarning hammasi chet elda, hammasi chet elda tuqqani bormi? Qirilib ketgan dehqonlar bizlere Diyxan, urug' tuqqanlar yo'q, shu qarindoshlarimizni o'lim jazosi e'lon qilyaptinglarmi? Shu ashlar tugusin deb da'voga har xil ismlarni qo'yib olgan, hayron qolarlik. Onam nadadan o'tib, endi millat birma deb turib, Xudoyim, vatan desang nima bo'ladi? Og'zing tiling qurib ketamdi ya? Savol qo'yib beqinglar qarindoshlarim, rahmat sizlarga.